Man mukofot olganlarni ko'rdik. Ilohim bu unvonlar bo'lsin, xalqqa, davlatga, san'atga, ya'ni ustozlarimiz tashlab ketgan go'zal san'atimizni rivojlanishga hissalari qo'shilsin, yo'qolib ketmasin tarafdoriman. Shuni tilab o'tirdim. Maqomni o'zim taklif berganman. To'y tadbirlarida ham kelin-kuyovni o'tkazib bo'ladimi, boshqa qiladimi? To'yni boshlanishida bir jup shu maqomni sikllari bor. Shu oxirgi sikllaridan bir jup aytilsa, bugungi yoshlar eshitgisi kelsa kelmasa 10-15 minut deydi. Yillar o'tib shu mana shu yerda qoladi, esdalik bo'lib qoladi. Hammani manatida qoladi shu maqomlar. O'rnatishning yo'li shu. Birdaniga hammani eshitib o'tirmaydi. Sekin bir jup aytilsa, to'y boshi, to'y oxirida. Mayli qolganidan birdan bir bo'lgan taqdirda ham sekin ommaviylashtiramizda buni. Sekin qulog'iga qo'yib boriladi. Shuncha yil qulog'ida bo'lmagan narsani birdaniga qulog'iga qo'yib yuragiga qo'ya olmaymiz. Haligi faktlarga to'g'ri qarasak agar fikr qilib o'tirdim. Ilohim mana shu unvon olinsin, burunlar yerga ko'tarilmasdan, haligi nima deydi, tevak ko'tarilmasdan pastga bo'lib, ijodga o'dag'aylansin deydi-yu. Ijodga berilish kerak ko'proq. Chunki xalqimizga bizni unvon kerak emas. Xafa bo'lishadi. Meni unvonim bor, e'lon qilmadi, unvonim bor, e'tibor qilmadi deydi. Xalqqa seni unvoning kerak emas, seni qo'shig'ing uchun tanida, seni qo'shig'ing bilan bardavom bo'lishni xohlaydi, masalan. Rahmatlantiryapsiz. Eshik haligi nima deydi, bir ko'pri ham tak ko'rinib qoladi. Davlat yelkasiga minib olib, pul bersa ashlaydimu, bermasa ashlaymaymiz emas. Yaxshi konsert bo'lsa, yaxshi konsert bo'lsa, boradi xalq. Xalqni halidan beri unaqa